Toyota Supra o'zi klassik kuzov bo'lgan bu. Oldin qadrdonlar hammaga assalomu alaykum, rahmatullohi barakatuh. 2026-yilda Toyota Supra GR Sport i40 sotuvga yetib keldi. Bu endi final edition oxirgilar bo'ldi. 27 dan bo'lib ishlab chiqarilishi to'xtatiladi. Bitta oldiga nazar solib o'tib keting. Final editionni ajralib turishini ko'rsatib o'tib ketamiz videomizda. Kelinglar motori haqida ozgina ma'lumot berib o'tib ketamiz. Endi tegi BMW, motor ham BMW. Faqat Toyota ostida. Hop, qadrdonlar, bu 3 motor, twin turbo motor bo'ladi, twin scroll. Buni ot kuchi 382 ot kuchi bor, i6 motor bo'ladi, 500 Nm bo'ladi, 0 dan 100 ga qo'zg'alishi o'rtoqli 4-2 sekund. Mana GR tormoznoy sistemani ko'rsatib o'tib keting. R razli shirokий diska balonlarda turibdi. Bilasizlar, BMWda farq beradi orqa oldi bilan. Keyin mana buni ko'rasizmi? Qum shag'aldan защитный bamperga ishlab qo'yganini qarang, kattaligini qarang, почти diska bilan teng bor-ku. Ichiga motor oldi. Alloh hammaligiga yetkazsin. Bitta sidenani ko'rsatib o'tib ketasiz. Mana qizil Alcantara bilan mana qora Alcantarani kojani aralashmasi. Mana xuddi BMWga o'xshab qo'ygan strochkalarni ko'rsating. Karbon aralashmasida. Hop, korobka nimani eslatadi? Qadrdonlar, BMW. Bunda JBL akustika, head-up display, hamma narsa bor. Mana qarang. Voy, maza qilaman, besporodniy zaryadga joy. Oho, kerakli bo'lgan hamma narsa shu mashinada mujassam. Mana bitta remenni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Go'zalligini qaranglar. Alloh hammaligiga yetkazsin. Qadrdonlar, shoshilib qolasizlar. Sotuvda bir dona, o'zi 3 dona keluvdi. Kecha ikkitasi sotilibdi. Sotuvda bir dona qora rangda bo'lmagan narxda beramiz buni. Final editionda ko'ryapsizlar, orqa spoilerlarni karbon bo'ladi. Mana ana tez yurar mashinalarda bilasizmi? Mana stopnisi yonib turadi. Xuddi o'shani qo'ygan. GR Sport vyxлопной sistema. Mana orqa stopniklarni ko'rsatib o'tib ketasiz. Bismillah, keling xonani bitta ko'rsatib o'tib ketaylik. Ikkita subwoofer mashinada ko'rsatib keting. Mana shu qo'lda tiqib kamerani bitta ko'rsatib keting. Ikkita subwoofer turishini qarang. Tayyor. O'ta go'zalda. Endi bitta ovozini eshitaylik buni. Qalbga yoqimli, har bitta erkak kishini bor, har bitta o'g'il bolani. Shu videoni tagida bojxona yo'l kira yozib qo'yamiz. Qadrdonlar aloqa qilib qurasizlar. SIP Toshkent 63 ming qilib beramiz.